Assalomu alaykum. Hamkasblar, yaxshimisizlar? Sezonlar yaxshi bo'lyaptimi? Charchamayapsizlarmi? Mana biz ham bugun yangi joyga ko'chdik. Endi tog' desa xato bo'ladi, tog'ga yaqin territoriya. Mana bu yerlarda bodom, tabiatda bodomni bizga aloqasi yo'q, prosta aytyapman. Hali nisbatan bug'doylar pishmagan, ichida har xil gullar bor. Bizda pastki zonaga nisbatan pastda sariq gullar ko'p edi. Raps, undoq degan sariq gullar ko'p bo'lardi, lo'la ham ko'p bo'lardi. Bu yerda boshqa narsalar bor. Bu yerda vasilok bor bug'doyda ichida, chaqamiq ko'p. Keyin tog' rayhoni bor, keguti. Yana boshqa narsalar bor, hozir esimga kelganini aytyapman. Qisqasi, prirodamiz mana shunaqa. Bu yil nisbatan issiq, qattiq issiq kelganiga vaqtliroq o'tlar sarg'ayishni boshlabdi. Lekin bizda har yili keladigan joyimiz, shuning uchun kelaveramiz. Har yili asal olsak ham, olmasak ham joyimiz aniq. Oldimizda hamma sharoitimiz bo'lgani uchun shu yerda ma'qul ko'rib kelaveramiz. Bizda asallarimiz mana shu to'g'rida turgan daraxtchadan to'g'ri hisoblasa 400 metr pastlikda turibdi. Mana shu qirliqni tugagandan keyin shunday pastligida turibdi, 400 metrlar chiqadi. Mana bu yo'ldan ham mana chiqib kelsa bo'ladi. Padyom yo'l qiyin masala. Lekin men mana bu yerdan aylanib, mana bu yo'ldan kelaman. Aylanish yo'l. Qisqasi, yangi joyga ko'chdik. Mana shunaqa sharoit. Mana tog' bizga ancha olis. Lekin qirli hudud, tabiati bug'doyni, arpani ichida bor. Bu yerda bug'doy, arpa, no'xat, yana nima? Yavoy bida, lalmi bida ekiladi. Shunaqa narsalar bor bu yerlarda. Bu yerlarda asosan vasilok ko'p hududimizda. Chaqamiq yaxshi. Bu yil baribir nisbatan vaqtliroq boshlab, bahor vaqtliroq tugayapti. Sharoitga qaraymiz endi. Nasib qilgani bo'ladi. Mana shunaqa joyga ko'chib keldik. Videoyimni hozir tepaga chiqqanda o'ylayapman. Erta xudo xolasa 2-3 kundan keyin uyga borsam, uyda internet yaxshi joyda jo'nataman. Bugun 13-may. 13-may bugun. Mana shunaqa sharoitga ko'chib keldik. Hali yana pastda arrimni ko'plar so'rashgan. Duxmatishni qilganingiz, 2 onali oylar qilganlaringiz nima bo'ldi, ishlayaptimi deb bir ikkita odam so'rayapti. O'shaning uchun o'shani ko'rsating, isbotini ko'rsating deyishmoqchi qisqasi. O'shani ko'rsatish uchun отдельно yana bitta videocha olaman xudo xolasa. Hozircha mana shunaqa hududga ko'chib keldik. Shuni sizlarga ham ulashdim. Chiroyli tabiat. Toqqa uzoqroq bo'lsa ham tabiat chiroyli. Hozircha sog' bo'linglar. Mana shunaqa sharoit.